Dada, negativchilar ko'payib qoldi-da. Men negativchilarga norozi emasman. Eshitib olinglar. 800 mingtaga chiqsam, dadangni umriga yuboramiz degan. Dadam inshaalloh oyda o'rtalariga yo 15larga ketishi aniq. 100%. Agar 1 millionga chiqsang, onangni ham olib ketamiz dedi. Endi negativlarim ko'paydi, men sizlardan roziman. Nima uchun? Ertaga qiyomatda ro'paramiz kelib turib, sizlarni sog' bilan olib qo'ymasligim uchun ham men sizlardan roziman. Sizlarni yaxshi ko'ramiz mana dadam bilan. To'g'rimi dada? Biz hech qaysi insonni yomon ko'rmaganmiz. Yo'q, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Hammalaringizga yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Yangi yil omad keltirsin, baxt keltirsin, cho'ntagingizga daromad keltirsin. Men xursandman. Mana bir oyning ichida birgalikda mehnat qilib, birgalikda harakat qilib shunchalik mana chiqib keldikmi? Allohga oson. Avvalo Xudo. Xudoning yonida biz kimmiz? Hammasi yaxshi bo'ladi. Yangi yilni yaxshi o'tkazinglar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Hech kim negativlarni ham yaxshi ko'ramiz. Yoqtirmasdan qanaqa kibrli emasmiz. Erkak kishining bitta orzusi bo'ladi. Haqiqiy erkakni, haqiqiy mushukni. Otasini, onasini rozi qilish, eng yaxshi uyda yashatish, eng yaxshi mashinani mindirish. Meni ham orzuyim shu. Agar uni ham ko'pchilar endi bilmadi. Bayram yaxshi kutib olinglar, hammalarni yaxshi ko'ramiz. Borligiga shukr. Rahmat hammaga.